1 yil ichida qasrda uyim bo'ladi deb maqsad qo'ying. O'zingizni kasbingizni Instagramda yurg'izing. 1 yildan keyin menga yozing. Rahmat, o'shanda to'g'ri aytgan ekansiz deysiz. Hozirgi yashab turgan uyingiz necha kvadrat? Mana bu uyimiz 200 kvadrat plus yana 50 kvadratli podvali ham bor ekan. 5 xonadan tashqari yana 2 ta dona holi ham bor. Uy ichlari elitniy uslubda Yevro remont qilingan. Oshxonalari kattagina, bemalol bolajonlar yugurib o'ynab yursa bo'ladi. Planirovkasi qulay, sanuzellari razdelniy qilingan. Poldan patologgacha 100% kafel. Umumvalnik rakvinalar ham qimmat, yaxshilari o'rnatilgan. Remontlar svejiy, yaqindagina ta'mirdan chiqqan. Xonadonimiz har bitta burchagi akkuratniy holatda. Atrofida bog'cha, maktab, masjid yaqin joyda joylashgan. Asosiy katta yo'lga 300-400 metr tashkil etadi. Bu uyimiz ichidagi qimmat gilam, parda, mebel, texnika, lustra, stol, stul hamma narsalari uy ichida uy bilan qo'shib sizga sovg'a uchun qoldirib ketiladi. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bog'laning. Narxini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz yana kelishiladi. Videoni 5 ta tanishingizga jo'nating hamda sotiladigan uy joylaringiz bo'lsa yozib qoldiring.